мен нәрсе айтайын. Siz bir-biringizni topdingiz, yaratdingiz, sizning muhabbat bor. Shundan da qadrlayverib o'tir. Baxtli bo'lasiz. Aslan olsun. Son dileğine yeteneğini kızım. Bismillah. Tege Yurat uydagi yurbalarning uylanuvi deşe bir zo'r javoblılık bo'lsa, chunki Yurat iqonat degan so'zlar bor. Ayni qizni kuyovga beru, tug'an yurtingdan ayirib chiqaru ul ikkilatda tag'inda menim bugun mana yuragimda bik rahatda, bik mavsuda. Rahat chunki Allohga shukr teng-tegiz etib o'stirdik. Avsobimizni tege mana Abdulxayning singlisi bor, par qanotlarimiz bor bo'lib, kim xor bo'lmaycha tarbiyali, tartibli bo'lib biz o'zotamiz, qushimizni ushiramiz turgan uyimizdan. Rahat qizim baribir mana tug'an yoqlar deb aytamiz. Oralar 600 chaqirim gina bizning tug'an yoqlarni, tatishlilar yoqlarini yaratib, menim 38 yıl bo'yina sog'inuvli, ernuvli sog'ishlarim anchiktasini tuturasың, demak tatishlarga tag'inda oralarimiz yaqinaya. Xudo-xudolar sizga juda rahmat. Mana bugungi kunga qarab turishqa, ular ikkisi o'shab turalar shunday ul o'stirganiga uchun men ishonam, bolalarimiz bizning tartibli bo'larlar. Siz aytgancha yuzimizga qizillik ketirmaslar. Biz endi kutib qolamiz. Ko'p etib unuqlar. Bilasiz, bizning bolalar bitni yaratganimizni, unuqlar yaratganimizni baxtli bo'lamiz ham. Birgalashib baxtli etib xudo-xudolar yasharga nasib bo'lsin bizga.